40 ko'chasida 1,5 sotixda 2 etajli 5 xona, bitta oshxonasi bilan ikkita sanuzuli bor joylashgan uyimizni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Kirib ko'ramiz. Bu yerda birinchi sanuzul. Bu ikkinchida chiqadigan lestnitsamiz. Tepaga chiqqanlaringda bu tarafda spalni, bu tarafda ham spalni. Bu yerda ham spalni qilsangiz bo'ladi. Xohlasalaring bu yerda ham spalni qilsa bo'ladi. Bu ham как spalni joy или детский qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ikkinchi sanuzul. И bu yerda zal. Bu yerda mehmonxona. Bu birinchi qavatimizdagi mehmonxonamiz. Bu yerda родительский ota-onalar spalnisi. Chiroq yo'q. Hovlimizda bu yerga bitta kravat tushadigan joy. Bu yerga bemalol ikkita mashina sig'adi. Xohlasalaring bu yerga letniy kuxnya qilsa ham bo'ladi.